Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy qo'y bozor kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun Xudo xolasa syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tuman o'sha arzonchilar, optimchilar qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapti. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yordam berishga harakat qilamiz. Qo'ylarni haqiqiy udorlari kelgan, oxiriga ko'rib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Ona bola, sifatli ona bolalar, qisir sog'liqlarimiz yaxshilardan, qo'y quvvaladiganlardan, barra qo'zilarimiz ham yaxshi tozalaridan kelgan. Xudo xolasa narxi ham shu slabop, haqiqiy foydalanib ko'paytirib yuradigan variantidan bo'ladi. Mana hop, birinchi partiyamizga 3 dona ona bola, bolalar ham o'ta sifat, haqiqiy taniq variantidan mana. Bolasini qaranglar, mana uni quloqoshlarini qaranglar. Qo'chqorda haqiqiy udorlari qo'shilgan ekan. O'zlarim bir ko'rib e'tibor beraman. Mana razrezni qaranglar. O'ta taniq. Bu teng bo'lib, hammasini bolasi sog'liq. Haqiqiy ko'paytirib yuradiganni. Qo'chqor o'g'andan sog'liq o'g'ani yaxshi, chunki sog'liqdan yana zotni olib yuraverasizlar, chiroyli qilib. Mana. Va xolos onalar ham yirik, sifatlik, hammasi birinchi bolasi, ikkinchi, uchinchi bolalari ekan. Haqiqiy shu ko'paytiradigan slabop arzon variantidan. Sifatlik arzon variant. Shoshilib boradigan, bosib boradigan yerga kelman. Mana shu ikkovi mana ona bola. Bunga birinchi tug'ish ekan mana. Bolasini qaranglar, sifatligini o'ta chiroyli. Hop, o'sha buni ko'paytirib yuraman, bir mashinani bir qo'ra qilaman degan aka-uka hoji bolaga taniq variant. Onasini ham ozgina kepay berib, bir kasadan ertalab kechqurun kepay berib, chiroyli qilib bossalang, xudo xolasa bittasi tekinga qoladigan variantidan. Ya bolasi, ya onasi tekinga qoladi. Ammo bolaning sifatligini qaranglar, o'ta go'zal. Mana haqiqiy taniq variantidan o'ta 3 dona mana. Zorodan ham ko'rsatay. Haqiqiy sifatli mana. Qo'ylarni hop yeb ichishiga kelsa, yeb ichishidan muammo yo'q. Haqiqiy sizlar so'ragan o'sha narxi arzon, o'zi sifatli, ko'paytirib yuradigan variantidan jonivorlar mana 3 dona. Hop, bularni dastlabkilar bepul qilib yetkazib beriladi. Shu narxiga keladigan bo'lsa, narxi hammasini uchovini bir yerga olishsa 5 million 500 ming so'mdan ketaveradi mana. Jonivorlar haqiqiy mana, lekin bitta tanlab olaman deganga jicha balandroq, mana qo'ylar o'ta baland. Qo'yg'i suyug'i ketaveradi, lekin uchovini olganga yaxshi yutadi. Asosan uchovini olganga mana. Mana qaranglar, onasini ham, bolasini ham o'ta sifat jonivor. Haqiqiy taniq variant. Shuni qarang. Mana. To'rtinchisiga. Endi chiqaryapti ekan to'rtinchisiga. Mana bular ham suyalik, sifatli variantlaridan. Hop. Shu bitta olaman deganga ham bemalol kelishilaveradi. Shu ekranda nomerlar qoldirib bemalol qarshisalang, bittasini ham, uchovini olganga ham ketaveradi. Xudo xolasa. Chunki bu qo'ylarni o'zi, bolalarni o'zi ham yana ozgina vaqtsangiz bor, onasi bekarga qoladi-da. Bu sifatlik, katta ham bo'lib qolgan mana. Jonivorlar. Haqiqiy tiniq variant. Hop, keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Oxiriga kuzatib turinglar. Shu sizlar so'ragan haqiqiy taniq variantlarni yana chiqadi. Bemalol yoqqan bo'lsa aloqaga qo'yasizlar. Hop, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga haqiqiy bitta go'zalidan sog'liqni ko'paytirib yuradigan taniq variantidan mana. Rangvoshlarini ham qaranglar, o'ta chotki, etlari ham baland. Yo'g'onligini qaranglar, yelkani, haqiqatan yuzini oqligini mana. Jonivor, haqiqiy quloqoshlari ham butun, qalin, uzun qulog'idan bir dona oyoq qo'llariga e'tibor beramiz. Baquvvat, razrez ham umuman osilmaydigan variantidan. Buni qisir yo bo'g'ozligi noma'lum. Mana oldini ham kengligini qaranglar, mana qaranglar. O'ta go'zal. Mana oyoq kengliklari ham o'ta jo'q. Yoshini ham sirasi ko'rsatib o'tib ketaylikchi. Mana endi 4 tushga o'tyapti jonivor. Etini ham balandligini ko'ryapsizlar mana. Mana qaranglar. Haqiqiy tiniq variantdan. Haqiqiy ko'paytirib yuraman deganlarga zoti yaxshi narsa, chotki narsa mana. Xudo xolasa. Oxiriga kuzatib turinglar, hali qo'ylarimiz ko'p. Buni o'sha narxiga keladigan bo'lsak, asosan narxi
5 million 300 ming so'mga dastlabki qilib yetkazib beriladi. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab Toshkentga shu 5 million 300 mingga yetkazib beriladi. Vohalarga kelishilgan holda ozgina. Chunki ko'p qo'yilmaydi. Vohalarga dastlabki xizmat qimmatligi uchun qoplamay qoladi. Foyda qolmay qoladi. O'zi ko'p qo'yilmaydi. Xudo xolasa sizlarga tiniq variantidan qaranglar. O'ta cho'tki narsa. Xudo xolasa. Xo'p, yoqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ish bitadi. Qaysi partiya yoqqan bo'lsa ham. Mana. Yurish turishlarda ham muammo yo'q. Qo'y o'ta baquvvat. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga 2 dona ishonchli qisiridan mana. Jonivorlar o'ta uzun suyaklik, et boshlari ham, hamma tomon orqa boshlari ham umuman osilmaydigan sifatli variantidan. Ikkovi ham 4 tish jonivorlar. Qulog'ini qaranglar, jonivor. Qo'y quvagani ham, qurvonlikka yemni to'kib boqib yuborgani ham bo'laveradi. Ishonchli qisir. Xudo xolasa, tanavar narxi ham yengil, xudo xolasa. Tanavar qo'ylar o'ta hurkib, o'ta charsagan. Endi bu tog'da, dalada yurgan qo'ylar. Uzunligi ham hamma tomoni yaxshi qo'yiladi. Haqiqiy sifati ham, qulog'ini qaranglar, jonivorda. Yeb ichishlardan xudo xolasa muammosi yo'q, bemalol yedirib, ichirib, keyin pulni sanab beraverasizlar. Dastlabkilar xizmatlari bepul yetkazib beriladi. Uyga mana. Haqiqiy tanavar. Hop, bularni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million 600 ming so'mdan dastlabki qilib yetkazib beramiz. 3 million 600 ming so'mga barra qo'zi ham sotilyapti. Bular katta-katta qo'ya olasizlar. Kimgadir qanday, kimgadir qaysidir yoqadi, kimgadir qaysidir yoqmaydi. Hop, narxi o'ta yengil oldi. Shoshilvaradan erta keldi mana. Xudo xolasa, qo'ylar zo'r tiniq variantidan. Hop, bu partiyamiz ham yoqqan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Hop, keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Go'zallaridan bor. Barra. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga haqiqiy o'ta sifatlaridan, o'ta tiniqlaridan 2 dona barra urg'ochi mana jonivor. Bittasi qo'chqormi? Qaysingiz qo'chqor? Kichkinasi qo'chqormi? O'ta sifatli ekan jonivor. Mana. Mo'sovliq, qaranglar, quloqni uzunligini qaranglar. Mashalloh. Qo'chqorni qaranglar, yuziga e'tibor beringlar, yuziga. O'ta sifat, haqiqiy ko'paytirilgan variantidan narxi ham xudo xolasa arzon bo'lar ekan. Sifatga gap yo'q. Qo'chqor sovliq. Mana. Yeb ichishlariga garantiyalar bor, haqiqiy zoti bor narsalar. Mana jonivorlar ko'paytirib o'sha turadigan variantidan. Qaranglar, quloqlarini yuzlarga e'tibor bering. Oq yuz, haqiqiy qalin, uzun quloq mana. Jonivor oldini kengligini qaranglar, qo'ziladi. Haqiqiy o'ta go'zal sifati. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsa, yakka narxiga keladigan bo'lsak, buni sovlig'imizni kattani 3 million so'mga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Qo'chqorimizni 2 million 600 ming so'mga yetkazib beramiz. Ikkalovini olganga 100 ming so'm tushib beriladi. Ikkalovini olganga 100 ming so'm kam berishaveradi. Mana uylariga 5,5 million so'm bo'ladi. 5,5 million so'mga ketaveradi. Hurmatli obunachilar, mana o'ta go'zal, haqiqiy ko'paytiriladigan variantidan. Razrezni ham ko'ryapsizlar, mana. Umuman osilmaydi, haqiqiy o'ta tiniqdan mana. Oxirgi so'nggi partiyamizga. Xo'p, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.